Yo'q, rostdan yulduz firmani kelsa, man qaragin. Nima qilasan shunaqa gap? Men bilmaymanmi yulduz firma nimadi, sani erindige nimaligini. Rostdan mana deb ochdim. Shunda ichki cho'nchakni ustida yulduz degan yozuv yulduz firmasida yozilgani bor. Ko'rib hayron bo'lib qoldilar. Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Sezdim men o'g'il sifatida onam hajga borgilari kelyapti. Azizlar $1050 edi bitta odamni hajga borib kelishi. O'shanda oyligim $16 ishlayman. Onam sen bormasang bormayman deyaptilar. Ben qarang, $200 pul topolmaysiz. Yuzlarimda osilib qoldi. Titrab qaqshab, bezovta bo'lib ketyaptilar-da. Meni qo'limdan kelmaydi bu kasalni men tuzata olmayman. Men Muslimbek Yo'ldoshman. Bu odam Muhammad Yusuf. Biz Muhammad Yusufni aka-uka ustoz shogirdmiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar, qadrli muxlislar, aziz yurtdoshlar. Bizni Toshkentda, O'zbekistonda va undan tashqarida ko'rayotgan barcha aziz ko'ruvchilarimizga, kuzatuvchilarimizga assalomu alaykum deb yana o'tgan ketgan gaplar dasturini boshlamoqchimiz. Azizlar, juda xursand bo'ldim o'sha o'tgan galgi ko'rsatuvimiz chiqqandan keyin. O'sha odamlarni yaxshiliklarini unutmaslik kerak. Shularni sizga qilgan yaxshiligini tan oling, e'tirof eting. Mayli ko'cha-ko'yda jar solib yurmasangiz ham, o'zini ko'rganda baribir qalbingizdan bir minnatdorlik hissi bor ekanligini bildirib qo'ying degan ma'noda bir ko'rsatuv qildik. Hattoki shu ko'rsatuvga Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan, ishlayotgan yoki o'qiyotgan bo'lsin mayli yurtdoshlarimizdan, Rossiyadagi yurtdoshlarimizdan, Tojikistondagi qadrdonlardan, muxlislardan bir yaxshi gaplar eshitdik. Rahmat sizlarga deydigan. Yaxshi mavzu bo'libdi, to'g'ri gapiribsiz degan rahmatlarni eshitdik. Lekin endi 5 barobar emas deydi. Har xil yozgan, negativ yozgan odamlar ham bor. Men shu odamlarga hayron bo'laman. Ko'rma, obunang bo'lgan bo'lsang chiqib ket. Like bosma, umuman sharh ham yozma. Sharh yozsang oldin bu yoqdagilarni o'qi, nima deyapti ular, nima ko'ryapti, nima haqida gap ketyapti o'zi. Boshlovchini, ya'ni meni bugungi haligi mualliflik ko'rsatuvim endi bu meni gaplarimni boshdan eshitmasdan kelgan joydan tapir-tupur olib, lekin odamni koptikov qilish yaxshi emas. Yana bir marta aytaman. Bugungi davramizdagi hozir yig'ilib biz bilan birga bitta auditoriyada o'tirgan hamma azizlarimizga ko'rsatuvni davomini qilyapmiz. O'tgan safargi ko'rsatuvni, ya'ni yaxshilarni sizga yaxshilik qilganligini tan oling, e'tirof qiling va imkoni bo'lsa o'shaning yaxshiligini yo yaxshi so'z bilan yo yaxshilik bilan yana qaytaring degan ma'noda gapiryapmiz. Odamlarni nimalargadir targ'ib qilish, nimalarnidir tashviqot qilish bizning vazifamiz emas. Ustiga ustak biz u uchun hech kimdan pul olmasak, hech kimdan bir stipendiya kelmasa bizga, hech qanaqa gonorar olmasak, o'zimizdan o'zimiz kimlarnidir qanaqadir manfaatlarni targ'ibot, tashviqot qilishdan hech qanaqa bizga manfaat yo'q. Bu men uchun ko'nglimdagi ancha yillardan beri olib yurgan gapim. Yana aytdim, o'sha ko'rsatuvning boshida diqqat qilib eshitishmagan ba'zi bir o'qituvchilarimni o'sha maxsus dasturlar qilib sobiq Hamza teatrini sahnasiga olib chiqib ulug'ladim. U yerda hech qanaqa tanish bilishchilik yo'q, u yerda hech qanaqa qarindosh urug'chilik yo'q. Shular menga maktabda dars bergan, o'qitgan, bittasi sinf rahbarim bo'lgan, bittasi meni yur bolam, sen nemis tilini yaxshi o'rganding, olimpiadada qatnashgin deb shahar olimpiadasiga olib chiqib sovrindor qilgan. Yana bittasi kichkinagina bittalik xomaki she'rimni olib televideniyega jo'natib borib, televizorda o'qitgan. Shunaqa odamlarni esladik va o'sha odamlarni imkoni boricha dedim, gazetadagi maqolalarimda, televizion ko'rsatuvlarimda va sahnada qilgan o'sha uchrashuvlarimda ta'zimimni bajo keltirganman. Ming qulluq, ming rahmat shu odamlarni boriga degan mazmunda edi. Bugun ham o'sha ko'rsatuvimiz sal 35-40 minutga yaqinlashib qolganda sig'maganligi uchun shuni davom ettiraman. Mabodo
Chidamaganlar bo'lsa ko'rmanglar, o'chirib qo'ya qolinglar. Yaxshilik azizlar dunyodagi eng buyuk insoniy fazilatlardan biri yaxshilikni qilish. Bu haqda juda ko'p gapirilgan, ko'p maqollar bor, matallar, iboralar bor. Pirlarimiz, avliyolarimizni o'sha amallarini aytishadi, yaxshilik qilish borasidagi. Va xususan o'sha kim ko'rib tur, ey ko'ngil, ahli jahondan yaxshilik degan Bobur Mirzoni ajoyib g'azallari bor, juda chiroyli qo'shiq bo'lgan. Uni ham o'zingizlar bilasizlar. Demak, bu dunyoda yaxshilik qilish kecha bugun paydo bo'lgani yo'q, o'sha qadimdan paydo bo'lganligi uchun ham unda olib qarasangiz, yaxshilab bir o'rgansangiz, Qur'oni Karimda ham, o'sha hadisi qudusiylarda ham ko'p narsa borib o'sha yaxshilikka taqaladi, yaxshilik qilishga taqaladi. Hattoki shunday gaplarni eshitganmizki, agar mabodo Isrofilni suri chalinib qiyomat bo'ldi degan xabar kelib qolsa ham, daraxt ekayotgan, ko'chat ekayotgan bo'lsangiz, o'sha ko'chatni ekib, tagini shibbalab suvni quyib, keyin keting, qoching, qaqadir qochsangiz deyilgan. Ya'ni yaxshilik ishni qiyomat payti sur chalinganda ham to'xtatmay o'shani davom ettiring deyilgan. Shu ma'noda gapiryapmiz. Bizga shunaqa yaxshiligi singan odamlar balkim meni yaxshi ko'rganidan qilgandir, e'tirof etmayman. Balkim o'zini ishini yurg'izish ma'nosida qilgandir. Bu ham bo'lishi mumkin bo'lgan. Insoniy munosabatlarda bunisi ham bor. Balki nimadir mendan keyin manfaat ko'rmoqchi bo'lib qilgandir. Bu ham bor bo'lishi mumkin. Mana uni ham tan olaman. Odammiz biz hammamizda har xil holat, har xil istak, maqsad va intilishlar bo'ladi. Lekin shunday bo'ldiki, bir yili bizni O'zbekiston televideniyasini diktorlarini o'sha paytda Yulduz fabrikasi deyilardi, esinglarda bo'lsa, shu yuqori ustki kiyim-kechaklarda kostyumlar, shimlar, o'sha ayollarga ham shunga o'xshagan kiyimlarni, liboslarni tikadigan fabrika bor edi. O'sha Oloy bozorining biqinida hozir ham o'sha bino bor, lekin endi u har narsa bo'lib ketgan. Hozir u fabrikaning o'zi yo'q. Shu yerda Abduhop aka Toshpo'latov degan odam ishlardilar, Xudo rahmat qilsin. Ular endi o'sha Oliy Sovet o'sha paytda olamiz, endi Oliy Sovet deputat edilar. Bizni biriktirdiki, chunki hamma tashkilot, korxona o'zini xodimlariga jomakor beradi. Misol uchun quruvchilarning o'zini o'sha boshida kaskasi, enida o'sha nimasi qishlarda kiyadigan telegreka va hokazolari etigi bo'ladi, yo bo'lmasam suvga tushadiganlarniki bo'lsa botigi bo'ladi, yo bo'lmasam haligi payvandlashda ishlaydiganlarga kuymaydigan oyog'iga botinkalar beradi, ya'ni uchqunlar chiqqanda. Bu o'sha mehnat xavfsizligi nuqtai nazaridan olingan ishchini, xodimni kiyim-kechak bilan ta'minlash degan narsa bo'lgan. Endi bizda televideniyada o'sha narsa yo'q edi. Qaysidir bir aytaylik rahbarimiz gap bo'lganda diktorlar aytdiki, biz o'zimizni kiyimimizni kiyib chiqamiz. Yo bizni kiyimimizni ijarasiga pul to'lash kerak, yo bizga ham bir ahyonda bir kiyim qilib berish kerak degan yaxshi bir gaplar bo'lib qoldi-da. O'sha kattalarimiz shu gapni qo'zg'ashdi, keyin bizni shu yoqqa tirkab qo'yishdi, biriktirib. Biz kelamiz o'sha Yulduz fabrikasini qoshida eksperimental studiyasi bor. Individual kiyimlar tikadi. Endi bilasizlar, odamlar har xil, birining bo'yi kichkina, eni katta, birovning bo'yi baland, birovni har xil endi haligi qorni katta va hokazo. Magazinda, do'kon peshtaxtalarida sotiladigan hamma kiyimlarni ham olib shunday kiyib keta qolmaydi, tushmaydi. Shu jihatdan biz ham diktorlar ham hammamiz har xilmiz va endi davlat o'shani qayerdandir bizga libos olib berish maqsadida Yulduz firmasi bilan shartnoma tuzgan, keldik. Shu qaysidir bir kelganimda rahmatli Abduhop akani o'zlarining ko'rishib qoldik, gaplashib qoldik. Endi kelamiz-ku, o'lchamlarga kelamiz, boshqalarga kelamiz. Hammamizga erkaklarga juda chiroyli kostyum tiktirib berdilar. Ayollarga ham shunaqa axborot, siyosiy ko'rsatuvlar o'qiladigan o'sha yubkasi, tepadagi o'sha kamzuli bilan birga bir chiroyli narsalar qilib berdilar. Bir sidra bizni kiyintirishdi. Keyin Abduhop akani o'sha boy aytgandek ancha diktorlar keldik.
u 5-6 ta erkak diktorlar, misol uchun ayol diktorlardan tashqari. Keyin menga aytdilarki, Muslimbek dedilar, siz erta yana bir xabar oling, hozir biz bazamizda yangi gazlama kelgan, shu kelganda men sizga yana bitta tiktirib beraman dedilar. Endi kechirasiz-ku, endi kimga yoqmaydi bu? Yaxshi gap. Yana uning ustiga hali tekin bo'ladimi yo'qmi, u to'g'risida gap yo'q, lekin birinchi qilingan ish juda ham chiroyli bo'lganligi uchun juda nihoyatda chiroyli. Men juda ko'p kostyumlar kiygan bo'lsam ham, shunaqasi aynan menga deb, Muslimbekka deb tikilgani, shu mo'ljali hammasi keladigan kostyum juda kam bo'lgan shunaqalar. Va shularning orasida bir hafta 10 kunlardan keyin esimga tushib qoldi, bir aylanib bordim, ikkinchi bitta kostyum tikib berdilar. Endi uni kelganda, ketganda assalomu alaykum, men keldim. Keyin o'lchamlarni olib bo'lgandan keyin Abduvohid aka men ketyapman deb aytasiz endi, bu oddiy odamgarchilik, nima deydi, mulozamat deymiz, taktichnost deydi o'rislarning tilida. Shunda keyin aytdilarki, menga qarang dedilar, Muslimjon dedilar. Bundan keyin agar biron bir chet ellik kostyumini kiysangiz xafa bo'laman. Siz faqat Yulduz firmasini kostyumlarda chiqasiz. Biz o'zimizni mamlakatimizda o'zimizni milliy kiyimlarimizni ko'rsatishimiz kerak, o'shalar bilan faxrlanishimiz kerak. Tushundingizmi dedilar? Tushundim. Rahmat Abduvohid aka dedim. Bu o'zimni olib qarasangiz bir ajoyib narsa, ham bir vatanparvarona gap. Chunki hamma shu keladi, Yugoslaviyaniki bormi, Germaniyaniki bormi yo boshqa bormi deydi, o'zimizni mahsulotlarni birov mensimaydi. Lekin Abduvohid aka aytadilarki, yo'q, shu Yulduz firmasini, garchi u ko'rinmasa ham hech qatimda, lekin shu Yulduz firmasiniki deb o'zlari ko'radilar endi bir korxona rahbari sifatida. Xo'p bo'ladi dedim. Shu bilan keyin bu shunga aylandiki, har bir chorakda, yilli chorakida men bitta kostyum kiyadigan bo'ldim, yangi. Va'da berdim ularga, chet ellikini kiysam ham televideniyaga kiymaslikka. Birinchidan endi o'sha urflar tez almashayotgan payt, 93-94-yillar bo'lish kerak bu. Bittasi banan shimla bo'lib qoladi, keyin qanaqadir torroq shimla bo'lib qoladi, etagi uzun kostyumlar urfga chiqadi yoki yana boshqacha tez almashinadi. Oynaga jahonda ko'p kiyib bo'lmaydi. Shunda bir borsam, rahmatli Erkin aka bilan, Erkin Vohid bilan shaxmat o'ynab o'tirishgan bo'ladi. Abduvohid aka rahmatli juda shaxmatni zo'r o'ynardilar. Keyin men birpas tepalarda o'tirib suhbatlariga qo'shilishgandek bo'lib tomosha qilardim bu ikkalasini sabri, toqatini, shaxmatni donasiga tikilib 15-20 daqiqalar bitta yo'l yurishni o'ylab o'tirishganligini. Bir uni o'zini fayzi ham bor edi va shu nimada Abduvohid akadan bir yaqin 7-8 ta kostyum kiydik. Keyin u yog'i yana battar zavolga ketaverdi. Esinglarda bor, korxonalar, tashkilotlar, zavodlar, fabrikalar, ishlab chiqarish korxonalari yopilaverdi, inqirozga uchraverdi, yopilirdi. Lekin shu odam, men ming marta rahmat aytaman va har doim eslayman. Agar misol o'g'li, qizlari, boshqalar ko'rib turgan bo'lsa, mana otamiz o'tib ketdi, hech kim eslamaydi deb ham o'ylashlari mumkin. Unaqa emas. Men har doim gapirganman, hatto bir kun shu sahnada turganimda bir mashhur odam edi, men ularning kimliklarini aytmay qo'yay sizlarga, chunki shunaqa odam shunaqa dedimi deb ishonmasligingiz ham mumkin yoki shunchalik mastur degan odamlar bo'ladi endi har xil tomoshabinlarda, boshdan oxirigacha qarab turdilarda. Qayerdan olding buni? Biz ham olaylik. Menga aytdim, yo'q, hech qayerdan olganim shu-ki, magazindan. Men aytdim, yo'q, rostdan Yulduz firmaniki desa, men qaragin. Nima qilasan shunaqa? Men bilmaymanmi Yulduz firma nimadi, seni eringdagi nimaligini. Men aytdim, yo'q, falonchi aka, rostdan mana deb ochdim. Shunda ichki cho'nchakning ustida Yulduz degan yozuv Yulduz firmasi deb yozilgani bor. Ko'rib hayron bo'lib qoldilar. Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Men aytdim, men faqat Yulduz firmasinikini kiyaman dedim. Shu sahnada katta bir izdihomda navbat berayotgan paytimda bo'layotgan ikkalamizni oramizdagi suhbat. O'sha dunyoni eng zo'r o'shaligi Rim deysizmi, Italiya deysizmi yo Fransiyani kiyimlarini kiyadigan odamlar ham vaqti kelganda Yulduz firmasini tikkan kiyimiga qoyil qolishgan, ofarin deyishgan. Gap bo'lishi mumkin emas.
man ishonmasdim agar shu ichida yulduzning ichida tikilgan bo'lmaganda deyishgan. Shuning uchun men har doim gapiraman, o'sha suratlarim bor hali yulduz firmasida tikilgan kostyumlarimdan. Va juda nafaqat u odamni juda ko'plarning havas kelgan, chunki eringizga moslashtirib o'zingizni qolipingizga qarab tikilgan edi. Xudo rahmat qilsin Abduhab aka Toshpo'latovni. Agar tanish bilishchilik shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shu tilovatlarimda ham har doim eslayman, har doim bizga yaxshilikka tekkan barcha insonlarni Allohim o'zing bahramand qilgin shu ibodatlarimizni, tilovatlarimizni savobidan deb aytaman. Boshqa ko'rsatuvlarda shu to'g'risida gapirilgan, lekin u odamning o'ziga shaxsan rahmat etmaganligim uchun men bir yana ulug' insonni eslamoqchiman. Olim odam, ulamolarimizdan desam ham bo'ladi. Sababi o'sha O'zbekiston Respublikasi diniy qo'mitasida, diniy ishlar o'sha Vazirlar Mahkamasida qoshidagi tashkilotlarda juda ko'p yillar ishladilar. O'zlari o'sha men bilaman o'sha Zamaxshariydan o'sha doktorlik ishlarini qilgan odam, tarix fanlari bo'lsa kerak doktori Ubaydulla Uvatov degan inson o'tgan. U odamni hozir taniydiganlar juda ko'p, juda erta ketib qoldilar Ubaydulla Uvatov. Nimaga eslayman bu odamni? Nimaga ularga rahmat deyishim kerak? Nimaga misol uchun shunday yaxshi odam bo'lib o'tganligini eslamasligim kerak? Onamlarni hajga jo'natadigan bo'ldim. Bu o'zlarini bir gaplaridan keyin bo'ldiki, shu tushimda hajga borar ekansiz, mana shunaqa amallarni qilsangiz dedi Muslim. Shu nima degani deb tushlarini ta'birlarni mendan so'radilar onam. Men aytdim, bo'ldi onam, sezdim men o'g'il sifatida onam hajga borgilari kelyapti. Lekin uni meni hajga olib borgin, men hoji bo'lib kelmoqchiman deb gapirganlari yo'q. Endi ahvollarimizni bilgandirlar balkim. Ha dedim-da, bu yoqda xufiyona ishim ketaverdi. Xullas unga bunga uchradim, qayerda ekan, nima ekan deb u paytlarda 94-yillarda hali bunaqa bummas edi, hamma yopishgan emas edi. Eshitib, borib, chunki 1993-yilda menimcha adashmasam birinchi guruh ketdi. Kim bildi, kim bilmadi. Menimcha agar adashayotgan bo'lsam, balkim 92-yildadir birinchisi. Xullas 1994-yilda qidirib bordim. U ko'chalar buzilib ketdi. Eski Asaka ko'chasi bo'lardi, Asakinskiy deb qo'yilardi. Shu yerda bir qavatli pushtirang bir bo'yoqqa bo'yalgan imoratning ichida shu yerda deyishdi haj anaqasi tashkiloti boshqa deyishdi. Ko'cha bemalol hech kim yo'q. Kirdim. Mana rahbar kimdan so'rasak bo'ladi deb boshqadimda qarasam eshikda Ubaydulla aka o'tirgan ekanlar. Ubaydulla aka ko'p televideniyadagi ko'rsatuvlarimizga kelganlar va o'shandan tanib qolganman ularni. So'z berganman, ko'rsatuvda birga ishtirok etganmiz. Kirib maqsadimni aytdim. Ubaydulla aka, onamlarni hajga jo'natmoqchiman. Jo'nating. Menga shu yo'l yo'rig'ini ayting. Bilmayman o'shanda so'm kuponmidi, nima balo, 94-yilni may oylarida bo'layotgan voqealar. Hajga ketishimiz mayda bo'lgan, lekin pul to'lash demak shu yilni boshrog'ida, bilmayman nima to'laganimni. Xullas dollarga chaqqanda azizlar $1050 edi bitta odamni hajga borib kelishi. Mana endi o'zingizlar bilaveringlar, qanchalik haligi talab bo'lganmi, bo'lmaganmi va hokazo. Shunaqa 1050 to'laysiz, shartlari bor. Nima emlanish kerak, keyin onaxonga liboslarni hammasini olib berasiz. Shunda endi onam bor yo'g'i 63 yoshdalar. Hali o'zlari yurarlar, quvvatlari bor va qarasam shu nimalarga kelgan odamlarning ichida qiz o'rtoqlari, bir ikkitalik mahalladagi tanish ayollar ham bor ekan. Men endi televideniyada ishlayman, axborot o'qiyman, o'zim borish savol, chunki nima deydi hozir o'sha paytda tilimni aytganda ideologiya sohasini odamlarimiz bu hajga borish qanaqa bo'ladi, boshqa men bilmadim. Uni o'ylaganim ham yo'q. Onamlarni hajga tayyorladim. Hamma ishlarni qilib, boshqa qilib bo'lib, shu Tsumma orqasidagi bir poliklinikada emlashga olib borganimda bilib qoldilar. Sen hajga jo'natmayapsanmi? Meni o'g'lim dedilar. Men aytaman, shunaqa bo'ldi ona, bir sizga surpriz qilmoqchi edim. Shuni ham aytib qo'ydingiz o'zingiz. Shu oxirida samolyotga chiqayotganingizda aytaman dedim. O'zingiz ham boryapsanmi dedilar. Men aytdim, yo'q, ona men bormayapman. O'zingiz ketyapsizmi? Yo'q. Sen bormasang,
man bormayman bitta o'zim. Man aytdim, yo bitta o'zingiz bo'lmaysiz, palonchi opa bor ekanlar, palonchi opani ham ko'rdim, ular ham ketishib, ular ketayotgan bo'lsa, o'g'lim o'zini yo'liga, mayli yo'lini bersin. Lekin sen bormasang, men hech qayerga bormayman dedilar. Endi yalindim, ko'ndira olmadim, boshqa qila olmadim. Onam shunaqa edilar, bitta so'zlik edilar. Sen bormasang, men hech qayerga bormayman dedilar. Keyin men aytdim, oyi pullarni to'lab qo'yganman desam, mayli bolam, qachon boraman desang, o'shanda yana to'larsan, borib pullaringni ham qaytarib olgin dedilar. Shu hamma gap shu poliklinikaning eshigining tagida bo'lib turibdi. Men aytdim, meni ishdan haydab yuborsa ham maylimi oyi desam, endi ishdan haydamassan, savob bilan yaxshi ishga ketyapsan-ku dedilar. Men aytdim, men baribir qo'rqaman-da, endi ishimni yaxshi ko'raman. Sen nimaga bording hajiga desa, ishdan arizani yozgin desa, nima qilaman? Desam, men o'sha yerda duo qilaman, seni haydaring dedilar. Xullas, onamni ko'ndira olmadim. Keyin aytdim, mayli, onam men bo'lmasam pul topaman qayerdandir. O'zi asli hamma kasal pulda, pul yo'q edi. Yana $1050 yo'q. Tegida ham yo'q, keladigan joyi ham yo'q. O'shanda oyligim $16 ga ishlayman. Eshitib olinglar, kimlardir hali diktorlar moyni ichida yuribdi, millioner deydiganlar. Davlat $16 pul beradi va bu isbotlangan va tarixda shunda ko'tarsanglar bo'ladi hali hujjatlarni. Shu bir ish bo'ldi. Men dedim, shu hali pulni qaytarib olmoqchi bo'lib kelgandim, onamlarga to'laganni. Sen nimaga qaytarib olasiz dedilar. Onam sen bormasang bormayman deyaptilar. Qanaqa qilib boraman o'tga desam, boring deysiz ham, nimaga bormaysiz dedilar. Endi Vazirlar Mahkamasida ishlaydigan odam, davlatning odami u, xususiy qanaqadir tur firma emas, boshqa emas. Ko'zlariga qarasam, shu aniq aytib turibdilar. Men aytdim, pul chatoqday dedim. Ubaydulla aka, men qarang, $200 pul topolmaysizmi dedilar. Nimaga $200 dedim. 1050 to'ladik-ku onamga desam, siz boraman desangiz, qurbonlik qiladigan pulingizni o'zini oling, qolganini sizchi Saudiya Arabistonining podshohini mehmoni qilib jo'nataman. Bizga hozir shunaqa narsa kelib qoldi. 45 tami, 50 tami. O'sha ketadiganlarning orasida borasiz. Onani olib boring, onani duosini oling. Bormayki, men topaman $200 dedim. Bo'ldi, boring, tez hujjatlarni tayyorlang, bu yoqqa yaqinlashib qoldi. Keyin borib o'shani emlatadigan joyga kirib, shunaqangi xursand bo'lib ketdimki, endi xursand bo'lmay bo'ladimi? 1050 topgan odam yana $200 pulni topdik, olib kelib, nega olib kelsam, yo buni o'zingiz olib ketasiz, o'sha joyda Makkatillohda so'raydi qurbonlik qiladigan kuni, yig'ib olib, o'shanda berasiz dedilar. Xo'p deb, mana shu bahona bo'lib, onam rahmatlini hajga olib borib, 23-kun deganda birga qaytib kelib, Madinada, Makkatillohda, Minoda, Muzdalifada qo'yinchi har bir qadamda qayerda bo'lishimiz kerak bo'lsa, birgalashib ona bola ibodatlarni qilib kelganmiz. Men qanday eslaming Ubaydulla Uvatov va qanday rahmat demang. Men ulardan tanish bilish qilib bir narsa qistirib olganim yo'q. Men maslahatga kirdim. Men shunaqa Ubaydulla aka, men shunaqa bo'ldi deb bo'lgan voqealarni aytganimda o'zlari yo'l ko'rsatdilar. Mana shu yo'l ko'rsatganini gapirsam, shu yomonmi? Men ta'zim qilaman u odamga. Va yana so'rayman yaratgan egandan ki, Allohim, hali jannatlaringda ham shu odam bilan meni ro'para qilgin. Chunki yuzim yorug' bo'lsin, o'sha yerda ham rahmatlarimni aytay deyman. Chunki insonning hayotida bir marotaba bo'ladigan yoki bo'lmay qolsa ikkinchi marta bo'lmaydigan narsalarda ham shunaqa odamlarni Xudoyim ro'para qilgan. Ubaydulla Uvatovga ta'zimlarim bor, rahmatlarim bor, duolarimni doim ularni ham eslayman. Onam bir kuni ertalab huzurlariga kirsam, shu yuzlarini nervini shamollatib qo'yibdilar-da, trayichniy nerv deydi, shunaqa qanaqadir 3 ta nerv to'qnashgan joy, mana nimadir shu ko'proq haligi nimalarda bo'ladi. Ertalab azonda kirsam, xayrlashib ketay deb kiraman har kun. Bitta yuzlarimda osilib qolibdi. Chiroyli onam, go'zal onam. Farishtaday yuzlari endi o'sha yoshlarda ham. Oy nima bo'ldi dedim. Sen nima bo'ldi dedilar. Gapirib turib yig'lab boryapman. Nima bo'ldi sizga? Nima qo'rqib chiqdingizmi kechasi tushingizda nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingizmi? Nima bo'ldi desa, yo'q, nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsan? Endi uni men hozirgi gapirayotgan gapni ko'rish kerak edi.
uyida kimdir shunaqa kasal bo'lgan odamgina ko'ra oladi. Va uni onasini menga o'xshab yaxshi ko'rgan odamni ko'zi bilan ko'rish kerak edi-da, chunki meni hamma narsam onam. Otam ham onam, onam ham onam, ustozim ham onam, yo'l ko'rsatgan valiyim ham onam, hammasi onam. Qanday qilaman endi, ishga qanaqa boraman, nima bo'ladi bu? Nima bo'ldi dedilar. Men aytdim, tushundimki, demak hali o'zlari ko'rmabdilar, oynaga qaramabdilar. Keyin chopib bordimda, alayda tuxumga o'xshagan dumaloq bir oynamiz bor edi, onam osma qo'yardimda. Haligi ko'tarib keldim, onam menga qarang, voy meni xudo urib qo'yibdi, onam ham yig'lay boshladilar. Men aytdim, endi ona siz yig'lamay turing, men hozir ilojini qilaman, topaman uni. Davomarib o'zim ishim tuzalmay qolsalar nima bo'ladi? Chunki bir ikkita shunaqa odamlarni ko'rganman, keyin tuzalmay qolgan shundayligicha bir umrga qoladigan narsa Xudo ko'rsatmasin. Soat 7:30mi, 8mi ertalab, hali kelinlar ham ko'rmabdi, hech kim ko'rmabdi. O'sha tortmada shol ro'molim bor, olib ber, o'shani olib ber. Voy, men nima qilaman endi? Bechora onam titrab, qaqshab, bezovta bo'lib ketyaptilar-da. Keyin ro'mollarni olib berdim-da, tushirib olib, bunday qilib o'rab, yuzlarini yarim yopdilar. Keyin hovliga chiqdi, telefon qilyapman endi. Telefon qiladigan odamim bitta odamim bor endi, bitta doktor, qadrdonim, do'stim, jigarim Ulug'bek Asadullayev. Ko'rayotganlar bo'lsa, uni ham duo qilib qo'yinglar. U neyroxirurg, miyani ochadi, odamlarning miyasini ochib, o'sha yerdagi nimalarni tuzatadigan jarroh. Bu nima bu yuzniki? Men endi o'yladim, shu bosh miya hammasi balkim bir narsadir dedim-da, telefon qilyapman, hovliga chiqib, o'zim yig'lab yuboray deb ovozim titrayapti shekilli. Muslim aka, xotirjam bo'ling. Menga qarang, sal nima qiling, o'zingizni bosib oling. Hech narsa qilmaydi. Xudo xolasa tuzatamiz. Meni qo'limdan kelmaydi, bu kasalni men tuzata olmayman degan gapini o'zida ichib xo'rligim kelib, haligi momaqaldiroq bo'ronlar bo'lib ketadi. Ulug'bek aytsam, to'xtang Muslim aka, to'xtang. Siz hozir onaxonni olasiz, mashinaga o'tkazasiz, to'g'ri Yangi Toshmiyga olib borasiz. Yangi Toshmiyda palan atdelda mana adam ishlaydilar. Adamlar ham hali o'tga kelmaganlar. Aniq bilaman, bunaqa voqea bormanglar. Men hozir uyda ularga telefon qilib aytib qo'yaman. Siz borishingizga ular birinchi bo'lib qabul qiladilar-da, onaxonni ko'radilar. U adamlarning sohalari, meni soham emas dedi. Voy, ko'ngli bir xotirjam bo'ldi. So'rab oldi oldin, hammasi qanaqa, nima bo'ldi, qanaqa edi deb. Biz hali o'sha bo'limni yo'lagiga kirmasimizdan oldin baravar biz bilan keldilar-da. Men qani, bo'ldi, Muslimbek keldingizmi? Yuringlar deb hali nimalar ham kiymaganlar, xalatlarni ham kirib, biz kirguncha xalatlarni kiyib, o'sha boshqa nimalarni taqib keldilar. Qani yuringlar, bu yerda ko'rmaymiz dedilar. Nimaga kiramiz? Ordinatorskiymi nimadir xonaga dedilar. Shundan kirib, boshqa qilib ko'rib, hammasini onamdan so'rab oldilar. Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nima dedi? Yo'q, hech narsa bo'lmadi, hech kim urushmadi, hech kim bilan asabiylashmadi. Nima bo'ldi? Onaxon, o'zidan o'zi bo'lmaydi bu. Sovuq teg'izdingizmi? Hovliga chiqdingizmi kechqurun? dedilar. Keyin ular aytdilarki, ha, qaysi payt bilmayman, bomdoddan oldinroq edi, hovliga chiquvdim. Hovliki ayvon. Ayvonning eshigida bitta qadam yurganda xolodilligimiz turadi endi. Qolgan hamma narsa, qulayliklar, sharoitlar uylarining ichida hammasi bor. Faqat o'shanga chiqqanlar. Nimadir bo'lgan, nimadir yegilari kelganmi? Endi keksa odam, qoringoda ochqashi mumkin, boshqa xolodillikka chiquvdim dedilar. Ha, bo'ldi dedilar. Tellab turgan bo'lsangiz, o'shanda endi shunda kirib chiqqanning o'zida olgan bu dedilar. Bo'ldi, yaxshi qilibsizlar kelib. Xo'p, necha soat bo'ldi hozir shunga? Shuncha. Bo'ldi Muslimbek, siz onaxonni bizga ishonib topshirib ketavering, ishlaringizni qiling. Mana opangiz bor ekanlar, opangizlarni bitta palataga qilamiz, yotqizamiz. O'zim davolayman dedilar. Endi ketyapman. Ishonmayman, Xudoga nola qilaman, ish qilib tuzatsin-da. Chunki aytdim, ko'rgan odamlarim bor, bir umr shunday qolgan. Bir haftada chiroyli qilib qo'ydi oyimni. Yuzlari joyiga keldi, ba'zi bir nuqtalari, ba'zi bir joylari yaxshi ishlamayapti. Lekin o'zi hali asablar o'sha ichkaridan tortadigan narsalarni tortib, ko'zlari ochilib, yuzlari joyiga keldi. 10 kun deganda deyarli mutlaqo hech kim birovga gapirmasa hech kim bilmaydigan darajada holatga keldi.
maqsad akani duo qildim. Endi nima qilishni bilmayman. Mana shu yerda endi hozir yana birov aytishi mumkinki, pora qistirdingmi yo birovlarga chopon yopdingmi? Hech narsa qilganim yo'q. Shu odamda men bir umr qarzdorman. Hali ham borlar, hali ham ishlaydilar. Maqsad aka. Qo'li gul, ajoyib, bag'ri ochiq shifokor. Keyin telefon qildik, Ulug'bek bilan gaplashdik. Mana shunaqa mana bugun chiqdilar, Xudoga shukr bo'lsam. Kechqurun nechida bo'lasiz uyda? Uyda kim bo'ladi? Ha, men bo'laman. Soat 6:30-7larda kelaman. Men o'taman uyga dedi. Qadrdonim har kuni kechqurun soat 7:30da kelib, o'zini ishida operatsiyalardan chiqib, bolnitsasini yopib, boshqa qilib kelib, yo'lakay yaqindagina Xitoyda o'sha oltin ninalarda nina qo'yadigan haligi refleksiya terapiyani o'rganib kelgan edi. Men dedi hozir adam tuzatdilar, endi men uni ildiziga ozgina quvvat beraman deb, o'shalarni haligi harakatga keltirib, ichkaridagi qonlarni, nervlarni yuradigan qilaman Muslim aka. Xavotir qilmang, yana o'shanda chiroyli joylariga keladilar dedi. Va shu bilan lekin 10 kun keldi. Men axboroti bo'ladigan kunlarim ham keladi, opam kelinlar qarashadi, kutib olishadi. Bu narsalar haligi tilla ignalarni qo'yadi, uni uchida nimasidir bo'ladi, ularni yoqadi. Ulamda tutiydi, isiriqqa o'xshab bir qanaqadir xushbo'y bilan va u nini qiziydi, qizib turib o'sha asabni o'sha nuqtalarini qanaqadir bir reanimatsiya qiladi, jonlantiradi. 10 kun keldi. Har kuni o'zi kelib, o'zi ketadi. Qadrdon o'rtog'im, qadrdonim, do'stim. Va men aytamanki, shunaqa odamlarga uchratganiga ming shukr Allohni. Balki qaysidir kimgadir qilgan bir yaxshiligim, yaxshi o'tgan gapim uchundir. Yana maqsadga aytaylikki, agar ertaga kelganinglarda ham, bir kun kech kelganinglarda ham tuzata olmasdim. 50% tuzatardim. Agar 2-3 kun yo o'zingizlar uyda bir narsalar qilib issiq qilib qo'ysanglar, hali grelkalar bilan yo boshqalar bilan kimdadir hali tosh, kimdadir hali tuzni qizdirib xaltachaga solib bosadi, shunaqa qilib qo'yganinglarda tuzata olmasdim. U qotib qolardi eski. O'sha zahoti kelganinglar sizlarni yutug'inglardi. Onam har doim aytaman, onam chiroyli bo'lganlar. Onam juda xush surat bo'lganlar. O'sha suratlariga yana qaytdilar. 10 kun etdigi muolaja, 10 kun haligi ninalar bilan tamomiy esdan chiqarib yubordik. Qandoq rahmat aytmang Ulug'bek Asadullayevga, professor u. Qandoq rahmat aytmang Maqsad aka Asadullayevga. Bu bilmayman bir ilohiy ne'mati bor qo'lida, Xudo yuqtirgan bir shifokor, ajoyib inson, o'zi yuzlaridan ham ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat etma, nimaga targ'ib qilyapsan boshqa deyishadi menga. Men aytamanki, yo'q. Mana shu insonlarni qancha xizmatlari bo'lsa qilaman. Qancha menga erkaliklari bo'lsa, yana qancha aytaylik zimmamga nimalardir yuklashsa har doim qilaman deyman. Chunki men shu odamlardan yaxshilik ko'rganman. Beminnat yaxshilik ko'rganman. Bitta hali shoshib yig'lamsirab bitta qilgan qo'ng'irog'imga bo'layotgan harakatlar va jarayonlarni gapirib aytmoqchiman sizlarga. Rahmat Ulug'bek Asadullayev. Katta rahmat Maqsad aka, sizga ham katta rahmat. Men Muslimbek yo'ldoshman. U odam Muhammad Yusuf. Butun millionlab xalq yaxshi ko'radigan, odamlar ergashib yuradigan, suhbatini olaman deydigan, bir piyola choy qilib bersam shu odam men bilan birpas gaplasharmikin deydigan odamlar to'lib yotgan paytda biz Muhammad Yusuf bilan aka-uka, ustoz, shogirdmiz. Men qanday eslamayman bu odamni? Gap uni ulug' shoirligida emas. O'zi hamda qilgan ozgina Qorashadan kelgan qattimagina ozgina bir odam edi. Lekin uni shunaqangi keng yuragi bor ediki, bitta menga emas, umuman insoniyatga uning uchun yomon odam yo'q edi. Bitta qilgan she'riy tarjimamni o'zing qildingmi, o'zing qana qilib qilding, shunda meni tekshirib sinab olganlardan keyin shunda ora bog'lanib qoldim. Endi kimsan Pushkinning she'rini tarjimasi edi. Men endi o'zimcha qilganman uni. Lekin ustoz aytdilarki, bu juda chiroyli tarjima bo'lgan va hech kim endi sendan oshirib tarjima qila olmaydi, sizdan. Hech qachon sansiramaganlar. deb aka-uka bo'lib qoldik. Qachon chaqirsalar boraman, u paytda yana uyali telefonlar yo'q, pagerlar ham yo'q payti. Faqat uydagi telefon yo yozuvchilar uyushmasidagi telefonlar bilan yo G'ofur G'ulom nashriyotidagi telefonlar bilan bog'lanamiz. Ko'rsatuvlarda birga yuramiz.
uchrashuvlarni men o'tkazaman borib davrada yo xalqlar do'stligidagi konsertlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar birgamiz. Keyin bir kun aytdilarki, Muslimbek hamma she'rlaringni yozib to'plab olib kelgin, bitta kitob qilib chiqaramiz dedi. Men kitob qilib chiqarib bering deganim yo'q. Men u gap meni xayolimga ham kelgan yo'q. Mana Pirxonada o'tiraman kimlar o'tmagan joyda. Ha, xo'p endi men endi shunaqa she'r emas-ku, kitob qiladigan. Muhammad aka aytsam, sen shunaqa deb o'ylaysan. Lekin hammasini ishlab chiroyli qilsak, bitta yaxshi narsa bo'ladi, yaxshi kitob chiqadi. Olib kel dedilar. Shuni men olib bormadim yana. Keyin bir kun yana ikkinchi marta aytdilar. Bir oy shunaqa o'tgandan keyin men sizga kitob she'rlaringizni olib keling dedim, kitob qilamiz deb aytdim-ku, nima olib kelmadingiz dedilar. Muhammad aka dedim, to'g'risini aytaylik dedim. Men unaqa kitob qilib chiqaradigan, bir shoirlikni da'vosi bor odam bo'lmasam, bir ilhom kelganda yozaman, bir qizlarning qoshiga, ko'ziga yozaman, bir chiroyli narsani, tabiatni bir narsani qo'yib yoz. Menga qarang dedilar. Muslimbek, siz suxandonsiz. Men shoirman. Men shoirlikni nonini yeyman. Meni tirikchiligim she'r bilan bo'ladi. Yaxshi she'r yozsam, yaxshi pul topaman. Siz suxandonsiz. Uni o'ylamaysiz, buni pul qilaman. Shuning uchun ham siz she'rlaringiz beg'araz. Mendan yaxshi yozasiz. Olib keling she'rlarni dedilar. Endi bu haligi nima deydi, ustozlarni shogirdlarga qiladigan katta bir mubolag'asi. Marhamati bu. Xuddi shu Lutfiy Alisher Navoiyning bitta g'azaliga hamma she'rlarimni bergan bo'lardim, almashgan bo'lardim deganlarda Muhammad Yusufni menga qilgan ulug' bir marhamati bo'lgandek gap endi bu. Ha, xo'p dedim-da, rosa xijolat bo'ldim, she'rlarni juda saraladim, unisini oldim. Keyin endi kitob bo'ladigan bo'lgandan keyin harakatingizni qilasiz-da. U yoqmagan joylarni boshqatdan endi kitobga deb qilib olib kelib, mashinkalarda u paytda hammasi bitta varrolab mashinkalardi. 90-yillarning gapini aytyapman sizlarga endi boshida. Shularni qilib olib keldim. Muhammad Yusuf shuni G'afur G'ulom nashriyotini yoshlar bilan ishlash she'riyat bo'limida ishlaydigan bir xodimi, o'rinbosar ham emas, bo'lim boshlig'i ham emas, oddiy bitta xodimi. Shu xatdan topib keling deyishgan bo'lsa kerak bunga endi kattalari, rahbarlari. Xullas o'sha 1992-yilda birinchi Siz meni taniysiz degan kitobimni chiqargan Muhammad Yusuf bo'ladi. Kitobni oxirida muharrir M. Yusupov deb qo'yibdi. Ishonmasanglar, ochib qarashinglar mumkin. Muhammadjon Yusupov endi haligi hujjat bo'yicha familiyalar yuradigan. Va shu bilan ketdi bog'lanib. Hali etga boramiz, bitta nima qildilar, betga boramiz, meni shoir deb tanishtiradilar. Men boshlovchi emas, endi shoir deb tanishtiradilar. Bitta she'r o'qisan ham, siz ham bitta she'r o'qing endi deydilar. Odamlar Muhammad Yusuf she'rini eshityapti. Xullas u bo'ldi, bu bo'ldi. Shuni orasida rahmat aytaman yana Durali Qobulga, ajoyib ustozimiz borlar. Bunaqangi ser mahsul ijod qilayotgan yozuvchilar hozir o'zi sanoqli, bir qo'l barmoqlar bilan sanasa bo'ladi. Ular u paytda Cho'lpon nashriyotini bosh muharrir edilar. Bir kuni ko'rsatuvga keldilar, bir yaxshi adabiy almanax ko'rsatuvini olib bordik-da, keyin menga qaradilar-da, Muslimjon, she'rlaringizni olib keling, kitob chiqaramiz dedilar. Mana Nurul akam hali hayot, borib so'rashinglar mumkin. Men u odamning eshigini taqillatib borib, ustoz, meni she'rlarimni bitta kitob chiqarib bering deganim yo'q, chunki hali birinchi chiqqan kitobni mazasini ham unchalik totganim yo'q, chunki men unga intilmagan edim-da o'zi boshida. Xullas, Yor ko'chasi degan ikkinchi bir kitobimni Cho'lpon nashriyotida chop etdik. Xullas, u bo'ldi, bu bo'ldi. Bir joyda ko'rishganimizda aytdilarki, Muslimbek, ikkita tavsifnoma olib keling, endi yozuvchilar uyushmasiga a'zo qilamiz dedilar. Keyin ko'p boraman. Uchrashuvlardan keyin Do'rmonga tashiyman. Do'rmon yozuvchilar bog'ining ichida eng oxirgi o'sha ikki qavatli kottejlarning eng oxirgisi Muhammad akamniki edi. Ko'p gaplar gapiradilar, bu Komil Yashindan qolgan, Komil Yashin ekaniki edi. Bu yerda shularning ruhi yuradi, bu ijodiy joyi boshqa deb turib, endi yozuvchilar uyushmasining o'rinbosari sifatida ularning ham haqlari bo'lsa kerak. Bitta ariza yozgin, "Ho, ana u dala hovlini senga biriktirib qo'yamiz" dedilar. Men aytdim, "Nima? Ana bo'sh yotibdi. Bu yerda bir 5-6 tasi bo'sh yotibdi. Hech kim kelmaydi, egasi ham yo'q, hech kim kerak emas. Sen bitta ariza yozgin. Arizangni
man qo'l ko'tarib beraman Abdulla Oripovga, shu yerga kelib turasan dedilar. Yozuvchilar bog'idan Do'rmon, tasavvur qiling, Hamid Olimjonlar, Uyg'un domlalar, G'afur G'ulomlar, Maqsud Shayxzoda, Asqat Muxtor, bularni adog'i yo'q, bularni gapirib o'sha joyda mandan keyin bittadan keyin Pirimqul aka turarlar, Xudo rahmat qilsin. Pirimqul Qodirov turarlar, mani yonimda yana bitta ajoyib buyuk shoirimiz, ular Vazirlar Mahkamasi raisining ham o'rinbosari bo'lganlar. Ular bu yoqda endi Muhammad Yusuf, undan u yoqqa ketdi Shavkat Rahmon, bu yoqda endi Abdulla aka Oripov, bu yoqda o'sha Zulfiya opani uylari. Mana shunaqangi bir muhitga olib kirib qo'ydilar. Bitta ariza yozdim, o'sha joyni berdilar. Keyin bir kuni Abdulla akani chaqirdim, Muhammad akani chaqirdim, kelinglar bitta bir chuqurmalik nima deydi, do'ppiday osh qilib chaqirdim. Abdulla aka qachon qanday qilib imzo chekib berganlar bilmadim. Muhammad akam menga buni gapirganlar yo'q, lekin sezdim Abdulla akaga yoqmadi shu ish. Va shu yerda endi 1998-yil bo'lsa, 1998-yil, 99-yil, 2000-yil o'tdi, 3 yil. Katta akam borib u yerni ta'mirladilar. Ichlari to'kilgan, bir xaroba, hali aytilganda yillar mobaynida egasi kelmagan. U yerni direktori bor edi, rahmatli Amir aka. Har oyda pul to'lar edi, munaligi badali bor edi, oyda to'lanadigan. Muslimbek hech kim to'lamaydi bu yerda. Siz ham to'lamasangiz bo'laveradi desa, yo'q, men to'layman. Muhammad akamga gap tegmasin, uyaltirmay dedim. Bizni rosa ko'p ijodiy suhbatlarimiz o'sha yerda bo'lgan. Mani hovlimda va o'sha Komil Yashindan qolgan supa bor edi. Temir karavat deymiz endi. O'sha yerda Muhammad akamni hovlilarida bo'lgan. U yerda ochuv maydonida Muslimboy deb chaqirsalar eshitilardi, shunda chopib chiqardim. Yo o'zlari kelardilar, yo Abdulla aka kelardilar. Bu yoqda, u yoqda bir suhbatlar bo'lardi. Men filologiyani o'qimagan, jurnalistikani o'qimagan, teatr rassomlikda aktyorlikni bitirib kelgan odam uchun bularning suhbatlari, bularni menga bergan pand nasihati, o'rgatgani, nimani qanaqa qilish kerak, ikkalasini o'zaro gaplashganidan oladigan narsalari har qanday universitet diplomidan ham ortiqroq bo'lgan. Agar shunday desam, ishonishinglar kerak. Qanday qilib men Muhammad akamga rahmat aytmay, qanday qilib Muhammad Yusufni tilovatlarimda, yurgan yo'llarimda eslamay. Qanday qilib 16 sotiqdan iborat bo'lgan 4 xonali katta bir kottej meni ixtiyorimda. To'g'ri, men ham endi jim turmadim, o'sha ishkomni ko'tardim, orqaga bitta chiroyli shiypon qurdim, kimlardir kesadim, kelgan mehmon uyning ichiga olib kirasiz. Lekin orqada joy bor, bemalol u yerga bir shiypon qurdik, akam rahmatli o'sha payvandlovchilarni olib kelib, boshqalar qilib. Lekin mana Xudo rahmat qilsin Muhammad akamni qayerda yurgan bo'lsak, qachon menga ko'rsatuvga kerak bo'lsalar, Muhammad aka shu bitta intervyu berib keting, televideniyaga, ha, ikkita metro stansiya yurarlar. Bu metrodan tushib, Paxtakordan chiqarlar, kutib olaman. Bitta ko'rsatuvda bitta intervyu olamiz, intervyuni berib ketarlar. Muslimbek, ha, bir kelib keting deydilar. Xo'p deyman, men ham ikkita metro tushaman, boraman, falon joyga boraylik. Falonchi bitta ali havaskor shoir to'y qilyapti. Ha, bo'pti, qachonga? Shu soat 5:30-6 da ko'rishsak, bir chiqib boramiz. Odamlarning ko'nglini olishga boradi shoir. Borsa bitta she'r o'qiydi, o'rtaga chiqib tabriklaydi, bitta she'r o'qiydi. Shu bilan qaytib kelamiz. Lekin shunaqa odam shaman deydi, odamlarning ko'nglini oladigan. Men juda ko'p narsalarni Muhammad Yusufdan o'rgandim. Ehtimol buni ham tan olishim kerak. Muhammad Yusuf bilan yurgan davralarimda o'zimda diktorlik obro'yimga yana ko'p obro'lar qo'shilgan ham bo'lishi mumkin. Buni ham tan olishimiz kerak. Chunki xalqlar do'stligi saroyida uchrashuv, konsert bergan bitta shoir Muhammad Yusuf edi, men shuni bilaman. Men Muhammad Yusuf bilan o'shanda ishlaganman. Yonlarida boshlovchi, ham muallif bo'lib, shoirga navbat berib, hofizga navbat berib, o'sha yerga 4000 ta odamni to'plangan shoir edi ustozim. Men ko'p narsalarni o'rganganman. Xudoyim rahmat qilsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Va agar meni mana shu gaplarim uchun yana kimdir ko'p gapirib yording, gapirmasang ham bo'lardi, yo bu ham o'shani anaqasi tanish bilishchilik, oshog'anigarchilik desa, deqolsin mayli. Lekin men 50 oldida, 50 orasida xalq xizmatida yuradigan odam,
Bunaqa odamlar ko'p. Hozir hammalarini men ikkita ko'rsatuvda ham mana eslolmayotgan bo'lishi mumkin. Juda katta mansabda o'tirgan insonlar bor. Men ularning eshigini taqillatib bormaganman. Ularning o'zini odamgarchiligi bor. Ularning o'zida shu odamlar yuribdi, shular ham bir manfaat ko'rsin, shular ham bir kosasi oqarsin degan ma'noda qilishgandir, uni men bilmayman. Lekin ming rahmat o'sha odamlarga. Ayollar bo'ladimi ular, yoshi katta ustozlar, erkaklar bo'ladimi ular, amaldor bo'ladimi yo puldor bo'ladimi yo oddiy bitta maslahat bilan yo'lingizni to'g'rilab borgan odamlar bo'ladimi bilmadim. O'shalardan balkim menga ham yuqqan bo'lsa, kimlargadir yaxshiligim o'tgan bo'lsa, men ham ulardan mingdan ming roziman va o'sha men hozir eslayotgan, o'tib ketgan aytaylik ustozlarni, akalarni, qadrdon hamshaharlarni ham yaxshiliklari mendan o'tib ularga ham o'tgan bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan ham yana o'sha gapni aytaman. Bu dunyoda faqat qilgan yaxshiligingiz qoladi. Kimnidir boshini silaganiz, kimnidir yo'l ko'rsatib yuborganingiz, kimnidir qaysi bir chol yo kampirni liqillab turgan kampirni yo cholni boboyni qo'lidan yetaklab yo'lni nari betiga o'tkazib qo'yganingiz ham juda katta bir savoblar, xayrli ishlarni ketida qoladi. Biz ham o'sha odamlardan o'rgandik, kimlarnidir kasalxonasiga yordam berdik, kimlarnidir bog'chasi yo maktabiga yordam berdik. Nimadir bo'ldi, men o'shalardan pul olganim yo'q va borgan odamlarimga sizga falon pul beradi deb ularni ham ishontirganim yo'q. Bo'lish kerak bo'lgan narsalar o'zi. Faqat endi tezlatish kerak, kimdir ishga chiqish kerak, bolasini bog'chaga joylamagan, kimnidir yoshi o'tib ketyapti, tez o'sha jarrohlik operatsiyasini qilish kerak va hokazo. Shu nuqtai nazardan baribir men shulardan kimlardandir manfaat ko'rmagan holda yaxshilik qilgan bo'lsam, o'sha odamlar ham hammasi mendan shaxsiy bir manfaat ko'rmasdan, manfaat izlamasdan, qidirmasdan shunaqa yaxshiliklar qilishgan. Yana bir marotaba aytaman. Oyni 15 qorong'i, 15i yog'duv bilan deydi. Shoirlarimizning she'rlarida, xalq maqollarida. O'sha kimlardir bizga o'zini qorong'iligini ko'rsatayotgan bo'lsa, mayli u ham endi borda endi nima qilamiz? 15 kun zim-ziyoda o'tiramiz. Lekin 15 kun yana oy charog'on bo'ladi, yo'llarimizni yoritadi, dillarimizni yoritadi, ishlarimizga bir qanaqadir o'zini bir ohanrabot ta'sirlarni o'tkazadi. Biz yuzi yorug', yuzi oy kabi yorug', qalbi quyosh kabi haroratli odamlar uchun ishlaymiz. O'tgan ketgan gaplarimizni bugungi mavzusi avvalgi ko'rsatuvimizni davomi edi. Azizlar, do'stlarim, qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling. O'ylamang, hozir men yaxshilik qilsam, menga kimdir boshqacha qaraydi, nimadir deb o'ylaydi va hokazo deb. Qilavering. Xalqimiz bilib aytgan. Yaxshilik qilganda daryoga oqiz, baliq biladi. Baliq bilmasa, xoliq biladi deydi. Bu maqolni Muslim o'ylab topgani yo'q. Agar sizlarga ham kimdir mana shunday xolis, beminnat, yo'lakay bir yaxshiliklar qilgan bo'lsa, shu kommentariylarda, sharhlarda yozinglar. Men ham o'qisam, men ham rohatlanaman, maza qilaman. Demak, bitta men emas ekanman, yolg'iz emas ekanman. O'zbekistonda, Amerikada yoki yana boshqa musofirda yurgan odamlarimizga kimlardir yaxshilik qilayotgan ekan, millatidan qat'iy nazar, jinsidan qat'iy nazar va egallagan darajasidan, maqomidan qat'iy nazar. Ana shunday chiroyli yozilgan sizlarning kommentlaringizni ham kutib qolamiz. Uyingizga bug'doy to'lsin, yaxshilarning qadami yetsin. Sizlar bilan yana mana shu oynai jahon deymizda, endi baribir endi YouTube platformasi ham diydor ko'rishadigan joyimiz. Mana shu joylarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dilingizdagi barcha yaxshi ezgu ishlaringiz ushalsin. Agar mavzuyimiz yoqqan bo'lsa, ulashib qo'ying. Ha, darvoqe sizlarga katta rahmat. O'tgan galgi ba'zi bir odamlarga yoqmagan chiqishimizdan keyin yana 300 ta odam, balki 300 dan ham ortiqroqdir, men aniqini bilmadim, lekin ko'payibdi obunachilarimiz. Sizlarga katta rahmat. Like bosib, obuna bo'lib, yaxshilariga o'zingiz hali aytiladi-ku, yaxshi narsani birodaringizga ham ilining deyishadi. Ilinib, shu ozgina shu ularga ham ssilka tashlab qo'ysangiz, bizning murodimiz hosil bo'lgani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshiliklarda ko'rishaylik.